Assalamu alaykum hörmətli televizor ko'ruvchilar. Dünya Uyg'ur qurultayı tor televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Tövəndə diqqətinizlər bugünkü xəbərlərimizin təfsilatında bolsun. 17 dekabr günü Dünya Uyg'ur qurultayı, Amerika Müslüman Təşkilatları Konseyi, Amerika Uyg'ur Kishilik Huquq Qurilishi va Uyg'ur Harakati Tashkiloti birlikda axborot e'lon qilish yig'ini chaqirib, Islom hamkorlik tashkilotini va bu tashkilotga a'zo davlatlarni Xitoy hokimiyatining Sharq Turkiston xalqi qarta rahimsizlik yurgizayotgan zulm siyosatiga sukut qilib turib olishga xotima berib, Uyg'urlar masalasida Amerika boshchiligidagi G'arb demokratik ellarning Xitoyga qarshi boshlatgan harakatlarining sepidan aktiv yer olishga chaqirdi. Koronavirus sababidan tor orqali o'tkazilgan va Amerika Musulmon Tashkilotlari Konseyi tomonidan uyushtirilgan bu qitimqi axborot e'lon qilish yig'iniga Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Aysa, Amerika Musulmon Tashkilotlari Konseyining bosh kotibi Osima Jamal, Dunyo Uyg'ur qurultayi ijroiya komitetining raisi va Amerika Uyg'ur Kishilik Huquq Qurilishining direktori Umar Qanat, Uyg'ur Harakati Tashkilotining raisi Roshan Abbas va Amerika Musulmon Tashkilotlari Konseyi tarkibidagi ba'zi tashkilotlarning asosli mas'ullari qatnashdi. Yig'inda Amerika Musulmon Tashkilotlari Konseyi tarkibidagi barliq tashkilotlar va yuqorqi Uyg'ur tashkilotlarining o'rtaq imzosi bilan Islom hamkorlik tashkilotiga yo'llangan talab maktubi o'qib o'tildi. Maktubda Sharq Turkistondagi jazo lagerlarida 3 million Uyg'ur va boshqa yerlik musulmon xalqlarning majburiy tutib turilayotganligi, kommunist Xitoy hokimiyatining lagerlardagi bu insonlarni o'zlarining diniy e'tiqodidan voz kechishga majburlayotganligi, Xitoy hokimiyatining Sharq Turkiston xalqi qarta majburiy emgak silish, majburiy tug'mas qilish, kollektiv tutqun qilish va qiynash vositalarini ishga silib, ularni insoniy haq-huquqlardan tamoman mahrum qoldirayotganligi ta'kidlanish bilan birga, Islom hamkorlik tashkilotining va uning a'zo ko'p sondagi islom ellarining Xitoyning bu xil zulmlari oldida izchil turda sukut qilib turib olganligi, hatto ba'zi islom ellarining Xitoyning bu xil jinoiy qilmishlarini ochiq-oshkora holda qo'llaganligi qattiq tanqidlandi. Islom hamkorlik tashkilotiga yo'llangan yuqorqi talab maktubida mundaq deyilgan: Xitoy hokimiyati bugun bizning e'tiqodimizga va islomga qarshi jang e'lon qilib, muqaddas Qur'oni Karimni qaytadan yozib chiqishga urinmoqda. Bu hokimiyat islomning eng zo'r dushmanidan iborat. Islom hamkorlik tashkilotining zulm oldida sukut qilib turib olishi Xitoy hokimiyatini jasoratlantirmoqda. Biz Islom hamkorlik tashkilotini darhol uyqusini ichishga, Xitoydan oladigan foyda manfaatlarni deb musulmon qarindoshlari tortayotgan zulmlar oldida sukut qilib turib olmaslikqa, Xitoyning qonliq taran-tarajlarga va Sharq Turkiston xalqi ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga sherik bo'lmaslikqa, Uyg'urlar masalasida Amerika boshchiligidagi G'arb demokratik ellarining Xitoyga qarshi boshlatgan harakatlarining sepidan aktiv yer olishga chaqiramiz. Maktubda yana Islom hamkorlik tashkilotida Uyg'urlar haqidagi andishlarini o'ttirg'i qo'ygan Turkiya qatorliq ba'zi ellarga rahmat aytilish bilan birga, mazkur tashkilotga a'zo boshqa islom ellarining ulardan ulgi ilib dodillik bilan o'ttirg'i chiqishi lozimligi ta'kidlandi. Amerika Musulmon Tashkilotlari Konseyi Amerika va dunyoda ta'sir kuchli tashkilotlarning biri bo'lib, bu tashkilot keyingi yillardan buyon Sharq Turkiston va Uyg'urlar masalasini o'zlarining asosli kun tartiblarining biri qilib kelmoqda. Germaniyalik tadqiqotchi doktor Adrian Zeniz apandining 15 dekabr Yer shari siyosati tadqiqot markazi tomonidan e'lon qilingan va Xitoyning Sharq Turkistonda 1,5 milliondan ortiq Uyg'urni majburiy paxta ishlab chiqarishga silayotganligi haqidagi doklati dunyo matbuotlarida zo'r g'ulg'ula qo'zg'ab qolmasdan, G'arb davlatlarining parlamentlarining asosli muzokara temasiga aylanishga boshladi. Reuters agentligining xabariga qaraganda, Angliyaning Osiyo ishlariga mas'ul ministri va Angliya konservativlar partiyasiga mansub parlament a'zosi Nigel Adams apandi Angliya parlamentida so'z qilib mundaq degan: Atalmış Şinjangda va Xitoyning boshqa joylarida Uyg'urlarning majburiy emgakka selinayotganligi haqidagi isbotlar intayin ishonchlik. Bu isbotlar kun sari ko'payyotidi, kuchayyotidi. Bu vaziyat Angliya hukumatini andishiga solmoqda. Nigel Adams so'zda yana tadqiqotchi doktor Adrian Zeniz apandining dokladini naql keltirib, oz deganda 1,5 milliondan ortiq Uyg'urning majburiy paxta terishga selinganligining oshkorlanganligini ta'kidlash bilan birga, xalqarodagi donliq kiyim-kechak markalarining mana mushu majburiy emgak asosidagi paxtalarni xom ashyo qilayotganligini, buningga xotima berilishi kerakligini aytgan. Ko'plagan kishilik huquq mutaxassislari Adrian Zenizning dokladidagi paketlarni Uyg'ur majburiy emgakiga tayinlayotgan xalqaro markalarga besim ishlatishda hal qilg'uch rol o'ynaydi deb qaramoqda. Mazkur yangi dokladning e'lon qilinganligi munosabati bilan shu kuni Dunyo Uyg'ur qurultayi bayonot e'lon qilib, tadqiqotchi doktor Adrian Zeniz apandiga butun Sharq Turkiston xalqi nomidan rahmat aytish bilan birga, Amerika hukumatini, Amerika davlat majlisini va shundaqli boshqa demokratik ellarning hukumatlarini Uyg'ur majburiy emgakini oyoqlashtirish uchun darhol zarur tadbirlarni olishga chaqirgan edi. Washingtondagi Kommunizm qurbonlari xotira fondi tomonidan 16 dekabr kuni maxsus Uyg'urlar masalasi haqida o'tkazilgan muhokama yig'inida so'z qilgan doktor Adrian Zeniz apandim, hozir Uyg'ur diyoridagi majburiy emgak haqida tog'dek dalil isbotlar mavjud. Shundaq bo'lgan ekan, Amerika va boshqa davlatlarning Xitoydan keladigan paxta mahsulotlarini uzil-kesil cheklashi ta'xirsiz bo'lib qolmoqda deb ko'rsatdi. Amerika Avam palatasining a'zosi, Demokratlar partiyasidan bo'lgan Tom Sivazi,
Kommunizm Qurbonlari xotira fondining oliy tadqiqotchisi Murray Bissat, Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Ro'shan Abbos xonimlar qatnashgan mazkur to'r yig'iniga alohida taklif qilingan Adrian Zeniz apandi so'zda nuqtaliq qilib, navbatda Sharqi Turkistondagi majburiy emgakning paxta ishlab chiqarish bilan chambarchas bog'lanib kelayotganligini, buningda Sharqi Turkistondagi paxta terishda qo'l orqali terishning hozir eng asosli shakl ekanligini, dal mushu emgak uchun o'tgan 1 yilda oz degandimi 500 ming Uyg'urning ishkirdan kelib paxta teriydigan Xitoy oqqo'llarining o'rnida majburiy emgakka selinganligini, bu xil majburiy shakldagi paxta terishning hozir butkul Sharqi Turkistonda kengayayotganligini alohida sharhlab o'tdi. Adrian Zenizning fikricha navbatda Uyg'urlarning millionlab lagerlarga qamalishi lagerlarning yaqinidagi va uningga ancha yiroq bo'lmagan nuqtalardagi majburiy emgakning manbasi bo'lib qolgan. Bu xil majburiy emgakka qatnashtirdiganlar shu joylardagi yerlik amaldorlar hamda soqchilarning yaqindan hamdam bo'lishi bilan yuqoridan tushirilgan son bo'yicha majburiy shaklda to'planadi ekan. Holbuki Xitoy hukumatı izchil namoratlikni tugutish haqida vaz etish orqali bu Uyg'urlarning qandoq boy bo'lib ketganligini, ularning mushu oltin oshqish orqali g'ururlik va yalqovlik ideyalardan xalos bo'lganligini tashviq qilib kelmoqda. Ammo buningdagi haqiqiy muddao Uyg'urlarni jismoniy va ideyaviy jihatlarda texmo unumli kontrol qilishdan boshqa narsa emas ekan. Bopmi mushu 1 yilda Sharqi Turkistondan yig'ilingan paxta mahsulotining 70% qo'lda yig'ilgan. Ya'ni kelib Pyeongtondagi paxta terishga tashkillangan bu kishilarmi Oqsu, Qashqar va Xotandan guruhi bo'yicha kollektiv holda yo'tkab kelingan. Ammo paxta terishda mashina ishlatish 20% ga bormagan ahvolda o'tgan yillarga qaraganda, bu yilning o'zida Sharqi Turkistondagi paxta terishning miqdori 136% oshgan. Ma'lum bo'lishicha, bu xil paxta terishga selingan Uyg'urlar kadrlar va soqchilarning nazoratida oy-oylab sirtda qo'nadi ekan. Paxta terish jarayonidami ularning siyosiy engini yuqori ko'tarishi to'xtab qolmaydi ekan. Holbuki bu uzun vaqtda ularning uyda qolgan bolalari qoranchuqsiz qoladi ekan. Ana shundaq bo'lganligi uchun Amerikadagi paxta mahsulotining asosli manbasi bo'lgan Sharqi Turkistonda davom qilayotgan bu xil majburiy emgakni cheklashning payti allaqachon yetib kelgan. Xitoyning Alibaba guruhining Uyg'urlarning chiroy shaklini farqlantiradigan yumshoq detalni bozorga solganligi oshkorlandi. Amerikadagi kuzatish nazorat sistemalari ustida tadqiqot ilib boradigan IPVM shirkatining 17 dekabr oshkorlashicha, Alibaba guruhi Xitoydagi to'r betida bozorga solgan bu yumshoq detal odatda to'rbatlar uchun ishlatiladigan yumshoq detal bo'lib, Uyg'urlarning chiroyini farqlantira oladigan iqtidorga ega ekan. Jumladan agar ma'lum bir to'rbatda bu detal ishlatilgan bo'lsa, u holda u to'rbatga yo'llangan surat va videolardagi chiroylarning Uyg'urlarga oidligini belgilab chiqa oladigan va darhol signal yo'llaydi ekan. Yuqorqi organning bildirishicha, ular buni Alibabaning bulut qalqini mulozimatida bayqagan bo'lib, Alibabaning Xitoydagi to'r beti bu yumshoq detal haqidagi tushuntirishida maxsus Uyg'urlarni tepishni nishon qiladigan bu iqtidorni ochiq-oshkora bozorga solgan va qadam-muqaddam uning ishlatilish usulini o'rgatgan. Amerika IPVM shirkati mundaq degan: Xitoydagi obudlar mayli telefon orqali tatgan ko'rinishlar bo'lsin yoki kuzatish kameralardagi ko'rinishlar bo'lsin, nihoyatda osonli bu kishilarning rasmlarini Alibaba ta'minlaydigan mulozimatorga avatalaydi. Natijada agar Alibaba bu ko'rinishlarda Uyg'urlarning borligidan gumonlansa, u kishiga belgisib qo'yadi. Yuqorqi bu xabar shu kuni New York vaqti gazeti, muhofizatchi gazeti qatorliq axborotlarda e'lon qilinib qo'zg'olon qo'zg'adi. Texi yaqinda Xitoyning Huawei shirkatining chiroy skanerlash kamera sistemasi orqali soqchiga Uyg'urlardan ogohlantirish signali avatalaydigan sun'iy idroklik nazorat qilish texnikasini taraqqiy qildirishga qatnashganligi oshkorlangan edi. Yuqorqi bu paketlar Xitoyning Uyg'urlarga qaratayotgan zulmining ko'lamini yanada to'liq namoyon qilish bilan birga, xalqaroda bu shirkatlar bilan aloqani uzish haqida yanada zo'r besim shakllantirishi mumkin ekan. Muhofizatchi gazetining aytishicha, Alibaba shirkati xabarlar oshkorlangandan keyin darhol to'r betidagi dalil isbotlarni o'chirib o'tgan. Xitoy hukumatining Uyg'urlarni arzon baholi qul emgakchilarga aylantirayotganligi Xitoy o'zi tarqatgan xabarlarda oshkorlanmoqda. Xitoy xabarlar to'g'ri 17 dekabr e'lon qilgan bir xabarda Qorqosh noyasining faqat bir kantida 16 korxona qurilganligini, ilgari o'z oldiga xususiy tijorat bilan shug'ullanadigan, dehqonchilik qiladigan yoki hunar kasb bilan shug'ullanadigan dehqonlarning hozir bu zavodlarda muqim maoshli ishchilarga aylanganligini tantani bilan bayon qilgan. Xabarda Qorqosh noyasining Uzun Eriq kantining aholilari yuqorqi bu zavodlarda ishga o'rlashib, tatliq hayotga erishdi deyilgan. Holbuki Xitoy hukumati davatgan qandoqdir ishik oldida ishga o'rinlashish, muqim xizmatga erishib, turmushi kapolatga ega bo'lish deb ta'riflayotgan harakatlarining hammasining amaliyotda Uyg'urlarni arzon baholi qul emgakchilarga aylantirish tashabbusi ekanligi. Quramiga yetganlar, yashanganlar va lagerlardan qo'yib berilganlarning amaliyotda mushu xil zavodlarda qul emgakiga selinayotganligi, ularning xohlagan vaqtda uyiga qaytolmaydiganligi, xohlagan joyga borolmaydiganligi dalil isbotlari bilan xalqaroga keng oshkorlanmoqda. Amerika Tashqi ishlar ministrligining diniy erkinlik, qonun, iqtisod, kishilik huquq masalalari muhokama munbiri bo'lgan Amerika hambaharligi to'g'rida 15 dekabr e'lon qilingan bir maqolada
Uyg'ur restoranlarining faqat yemak-ichmak tijorati bilan shug'ullanadigan mulozimat o'rinlari bo'lib qolmay, o'z navbatida yana Uyg'ur madaniyati va Uyg'urlarning navbatdagi ahvolini tunishtiradigan bir ko'znak ekanligi bayon qilingan. Restoran har doim o'zgacha madaniyat bilan tanishishning boshlanish nuqtasidir degan jumla bilan boshlangan bu maqolada Los Angeles rayonidagi Dolan Uyg'ur restorani bilan Washington rayonidagi Dolan Uyg'ur restorani tanishtirilgan hamda bu restoran xo'jayinlarining oilasi duch kelgan fojialarni ko'rgan asosda navbatdagi Uyg'urlar vaziyatining naqadar qo'rqinchli holga kelib qolganligi yoritib berilgan. Maqolada aytilishicha, bu restoranning xo'jayinlari har millat, har sohadan bo'lgan xaridorlarga mulozimat qilish bilan qolmay, ularga Xitoy Kompartiyasining necha 10 yildan buyon Uyg'urlarga yurgizib kelayotgan zulmini anglitib kelgan. Uyg'ur restoranlari amaliyotda Uyg'ur taomlarini emas, ma'lum darajada Uyg'ur me'morligi, Uyg'ur bezakchiligi, Uyg'ur go'zal san'ati va Uyg'ur naqshi musiqalarini sirtqi namoyon qiladigan ko'znak bo'lib, bu maqolada yana Uyg'ur restoranlarining navbatda Sharqi Turkistonda Xitoy tarafidan yo'qotilish xavfiga duch kelgan Uyg'ur madaniyatini saqlab kelayotganligi alohida ta'kidlangan. Turkiya parlamentida 14 dekabr o'tkazilgan xomchot yig'inida Uyg'urlar masalasi haqida keskin talash-tortish yuz berdi. Yig'inda o'qituvchi partiyalardan İYİ partiyasining guruhi boshlig'i, parlament a'zosi Lutfi Turkhan apandi so'z qilib, Turkiya tashqi ishlar ministri Mavlud Çavuşoğlu'ni Xitoydan qo'qib Uyg'urlarni tilga olmading deb ayblagan. Davlatli xabar agentligi bo'lgan Anadolu xabar agentligi 15 dekabr kuni e'lon qilgan bu vaqtdagi xabarga asoslanganda, mazkur yig'inda oldi bilan Turkiya tashqi ishlar ministri Mavlud Çavuşoğlu so'z qilib, tashqi ishlar ministrligining 2021-yillik xomchotining parlamentda qabul qilinganligi uchun rahmat etish bilan birlikda Turkiyaning 2021-yillik tashqi siyosati to'g'risida ma'lumot bergan. Turkiya tashqi ishlar ministri Mavlud Çavuşoğlu'ning nutqi oxirlashgandan keyin İYİ partiyasining parlamentdagi guruhi boshlig'i Lutfi Turkhan apandi so'z qilib, tashqi ishlar ministrini Uyg'urlarni tilga olmading deb ayblab mundaq degan. Sizlarni Xitoy qo'rqishi besibapti. Kichik sherikinglar Xitoyparast Vatan partiyasining ta'siri ostida qilib, Uyg'urlar to'g'risida hech nima deyolmaydigan bo'lib qolibsizlar. Tashqi ishlar ministri Mavlud Çavuşoğlu İYİ partiyasi guruhi boshlig'i Lutfi Turkhan apandining bu ayblashiga javob berib mundaq degan. Men so'zimda Xitoydan Balqonlargacha bo'lgan zimindagi butun qarindoshlarimizga ko'ngil bo'lamiz dedim. Men shunimi deb qo'yay. Men Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishganda Turkiyaning Uyg'urlar to'g'risidagi talablarini o'ttirg'i qo'ydim. Turkiya tashqi ishlar ministri Mavlud Çavuşoğlu nutqida o'qituvchi partiyalarning hukumatni Birlashgan Davlatlar Tashkilotida 39 davlatning Uyg'urlarni qo'llab qo'l qo'ygan birlashma xatiga qo'l qo'ymadi deb ayblaganligi haqida to'xtalib mundaq dedi. Biz o birlashma xatga qo'l qo'ymadik. Bu xatga qo'l qo'ygan 39 davlatga qarshi 45 davlat Xitoyni qo'lladi. Biz Uyg'ur masalasini siyosiylashtirmay turib, Uyg'urlarning bizning qarindoshlarimiz deb Xitoyga bo'lgan tanqidimizni, o'y fikrimizni aniq o'ttirg'i qo'ydik. Buni bilishinglarni umid qilaman. Biz har doim har yerda Uyg'urlarni qo'llaymiz. Yuqorqi talash-tortishdan bir kun burun Dunyo Uyg'ur Qurultiyi ijroiya komitetining raisi Umar Qanot apandi Turkiya İYİ partiyasining bir qism mas'ullari bilan to'r muhokama yig'ini o'tkazib, ularga Uyg'urlar masalasi haqida yanada tafsiliy ma'lumot berish bilan birga, bu partiyaning Turkiya parlamentida Uyg'urlar masalasini izchil o'ttirg'i qo'yib kelganligiga rahmat aytgan edi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur Qurultiyi to'r televiziyasi kundalik xabarlar programmasida diqqatingizga sundiq. Keyingi qitimliq programmada ko'rishaylik. Ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.